Mana mototsikllar Mazil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Hech qaysini hujjatlari yo'q. Yetkazib berish xizmati ham yo'q. Endi ma'qul bo'lib qolsa, qo'shimcha pulga labo bilan aytib beraveramiz. Kelib, ko'rib, haydab ko'rib olaverasiz. Shu hozir mana bundan boshlaylik. Bu Endura, Fikon Endura 200 lik motor turibdi. Arqa baloni Bridgestone bo'ynaki firmaning pakrishga yurib beradi. Oldi yangi vilka qo'ygan, gelivi yangi akkumulyator qo'ydim. Farasi yonadi. Mana ular ishlamaydi. Benzin datchik ko'rsatar ekan. Mana bulari ham bor, nomer 3likon, farachasi singan turibdi, qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Bunday kriloyisi ham bor, nomer ham qo'ysa bo'ladi. Puli 10 million. Shu arimaga bir 100 ming o'tib beraman, bo'ldi. Bu Yavaga Xitoy motor qo'yilgan 200 lik. Bu 2 oyoqli mototsikl motorida. Yangi gilza turibdi, bo'ynaki karzinalari, siplenalari, bir ikkita tashqalarini o'zimni bir do'stim qildi, yangi qo'ydi. Arqaga mana Vasxod звездочка qo'yilgan, kichkina. Endi krutashi moment ko'proq bo'lishi uchun tormoz bossangiz yonadi. Mana ularni ham yangi qo'ygan, sidinkalar chexol bo'lgan, kraska bo'lgan. Puli 10 million, kelishlik joyi bor. Pavrotnilari, hamma narsasi ishlaydi. Faralari, tormozni bossa, shu stop signallari ham yonadi. Manalar ichlari yonadi. Faralarini ham yangi qo'yuvdi. Bu Kawasaki 200 lik Xitoy motor turibdi. Puli 8 million. Bundan ham ozgina o'tib birlikdan joyi bor. Arqa pakrishkasi yangi. Shu yurib turibdi. Arqa pakrishkasini yangi qo'yuvdim o'zim. Shu do'stlar.